Assalomu alaykum aziz kanalimiz obunachilari, aziz musulmonlar, tinchmisizlar, sog' salomatmisizlar? Bugun mana 2025-yil 7-aprel. Mana biz badring ekyapmiz. Bu kechki badring, kechki. Haligi nima deb bo'lsa, buni har kim ham ayta olmaydi. Endi kimdir biladi, kimdir bilmaydi. Shuni endi nima deydi? Ozgina narsa nima-yu? Shuni bilib qo'ygani yaxshimiki musulmonlar, haligi badring ekadiganlar. Keyin badringim qurib qolyapti-yu demasin deb bir og'iz shu esimga tushib ketib hozir aytib o'tib ketay dedim. Men Moskvada ham 5-6 yil ishlaganman, shu Tbilisi qilib o'zim dachada ekkanman-da. Qishda ham ekkanman, yozda ham ekkanman. Azizlar, buni sekret nima deydi anaqa? Har kim ham aytavermaydi. Men endi aytaveraman. Men nima deydi? Odamlar shu musulmonlar foydalansa, nima deydi? Ozgina savob. Buni narsalar aytsa shu yozda mana ehvoladi, badringni yerni betiga ehvoladi, qurib qopti deb yuraveradi. Nima demoqchiman, azizlar? Mana badringni hozir biz mana 7-aprel kuni ekyapmiz. Mana hozir ko'rsatib o'tamiz. Mana chuqurligi qarang. Chuqurligi shu 6-7 santimetrda. Chuqurligi mana 6-7 santimetr mana. Orasi 25 santimetrdan qilib ekyapmiz. Nimaga chuqur ekyapmiz? Endi hozir yoz boshlanyapti mana. Yine buni Tbilisini ichi yana ham issiq. Shu issiqda 6-7 santimetr chuqurlikda ekaverasizlar badringni. Nima uchun deb so'raydi-da, endi bu kommentar so'rab qoladi. 6-7 santimetr chuqurlikda eksanglar, tagi yerni sal sovuqroq bo'ladi. Mana havo isib ketadi, ham Tbilisini ichi ham qattiq issiq. Qurib qolishi mana shundan ham bo'ladi. Agar mana fevralda erta ekadigan bo'lsanglar, unda 3 santimetr nomiga iloji boricha yerni betiga ekish kerak. Yerni betiga 3 santimetr. Hozir mana 6-7 santimetr ekyapmiz biz kechkisini. Kunlar isib ketadi, shunda uncha nima ta'sir qilmaydi. Nima uchun? Yerni beti qizigan bilan u 6-7 santimetr sal bo'lsa ham sal sovuqroq bo'ladi. Shuning uchun uncha nimaga qurimaydi u badring. Qishda mana fevrallarda tagi sovuq bo'ladi, shuning uchun 3 santimetr yerni betiga iloji boricha eksangiz rivojlanish yaxshi bo'ladi. Unaqa sovuq bo'lmaydi-da yerni beti. Shuni aytib qo'yay dedim, azizlar. Kimdir mashini eshitib, qilib, bilmaganlar bilib nima deydi? Foydalansa, biz Alloh uchun qilyapmiz. Alloh rozi bo'lsin. Endi nima deydi? Bu kanalni yangi ochganmiz. Azizlar, sizlardan nima? Hech narsa ketmaydi. Shunday like bosib, like podpiskasini bosib, menga a'zo bo'lsanglar, yana shunaqa yangiliklar hali ko'p. Mana qulpunoylarimiz bor. Boshqa narsalar hammasini chiqaramiz. Mana malinalar bor. Hammasini chiqaramiz. Chiqarib nima deydi? Yangi video qo'yganimizda sizlarga birinchilardan bo'lib yetib boraveradi. Sizlardan hech narsa ketmaydi. Like bosinglar, ayamanglar. Musulmonlar har doim aytaman, bir-birimizga yordam berishimiz kerak. Mana qo'limdan kelgancha men yordam qilyapman inshaalloh. Sizlar ham like bosib, podpiskani bossanglar, biz kanalimiz rivojlanadi. Yine video qo'ygan videolarimiz sizlarga birinchilardan bo'lib boradi, azizlar. Endi men ham unaqa gapga usta emasman. Xato kamchiliklar bo'lsa, avvalo oldindan anaqa nima deydi? Kamchiliklar, xatolar bo'lsa oldindan naqa so'rab qo'yaman. Shunaqa azizlar. Mashina qilib ekaverasizlar. 25 santimetr orasini hozir mana aprelmasini ekadigan bo'lsanglar, issiqda 6-7 santimetr yana qaytarib aytyapman. Oldindan mana yolg'on nima deydi? Xato kamchiliklar bo'lsa uzr so'rab qo'yaman avvalo. Qayerda bo'lsa ham tinch sog' salomat bo'linglar aziz musulmonlar. Kimlarning mushkuli bo'lsa Allohim o'zi oson qilib qo'ysin. Dardlari bo'lsa kimlarni shifolarni o'zi berib qo'ysin. Musofirda yurganlarning ham hammasi sabr, kuch-quvvat bersin. Sog' salomat ishlar, bola chaqa ota-onasini oldiga yorug' yuz bilan kelaversin. Qayda bo'lsa ham tinch sog' salomat bo'linglar azizlar. Yanagi videoda ko'rishib gaplashguncha sog' salomat bo'linglar.
Assalomu alaykum va rahmatullohi barakatuh.